Bugun 18-dekabr kuni O'zbekistonning ayrim viloyatlarida yomg'ir yog'ib, kechga borib qorga aylanishi prognoz qilinmoqda. Ogoh bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi bugun 18-dekabr kuni uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir qor yog'adi. Harorat kechasi va kunduzi 0,2 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 13-18 daraja, usti yurtda sovuq bo'ladi, kunduz kunlari 0,2 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi va qorga aylanadi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, kechga borib qorga aylanishi kutilmoqda. Havo harorati kechasi va kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarga qorga aylanadi. Havo harorati kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarga qorga aylanish ehtimoli katta. Havo harorati kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan qor yog'adi. Ayrim joylarga kuchli bo'ladi, tuman tushishi mumkin. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati kechasi va kunduzi 0,5 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda. Videoga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.